Ramazanda insanның qiladigan ishlari, xizmatlari o'zgaradi. Inson Ramazondan burun nayt o'rin, ish xo'sh yoqmaydigan ba'zi bir holatlarga tushib qoladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, Ramazon o'zgarish iyidir nomli programmamizning 4-halqasi. Ramazonda insonning qiladigan ishlari, xizmatlari o'zgaradi. Inson Ramazondan burun nayt o'rin, ish xo'sh yoqmaydigan ba'zi bir holatlarga tushib qoladi. Balki o'zini ko'p ishlarni qilayotgandek his qilsa-mo, amaliyotda hech ish qilmaydi. Ramazon kirgan vaqtida bu odamningki jismida, ruhida, fikrlarida o'zgarish bo'lgandan keyin bu odamning xizmatlarida o'zgarish bo'ladi. Tuyg'ulari jonlanadi va islohot tuzitishninki zarur ekanligini his qiladi. O'tib ketgan g'afillik, zoya bo'lib ketgan ishlarga tövbe qilish orqali o'zininki yangidan qiladigan ishlarni ratlaydi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadi: "Avalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar va ja'akumun nadir fazuqu fama liz-zalimin min nasir." Sizlarga umringlarni uzun qilib va'z nasihat oladigan odam va'z nasihat olgudek vaqt bermidimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar keldi-ku, endi azobni tetinglar. Zalimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q. Xato ish qilguchi tövbe qiladi. O'rin odam jonlanadi. Xiloflik qilguchi xilofligini tuzitadi. Gunoh qilguchi tövbe qiladi. Hatto hayot prinsipi bo'lgan xizmatlarmi ro'zining tabiati harg'inlik va ochlik sababidan o'zgaradi. O'yin tomosha, ko'ngil ichish o'rinlariga bordiganlar ishini o'zgartirdi. Ular qadamlarini masjidning tarafiga va tarovih namozi tarafga qiladi. Onun bilan Allah Taala o kishilarning darajasini ustun qiladi, xatoliklarni afv qiladi. Kechida tahajjud namozini bilmaydigan nurg'un kishilar Ramazon oyi kirgan vaqtida tarovih namozi va tahajjud namozini biladi va kechilik ibodatlarningki lazzatini tetiydi. Sahih hadisda bayon qilinishicha payg'ambar alayhisalom shunday degan: kimki imom bilan birga xutban namozini o'qib va inondan keyingi namozlarga qatnashib imom bilan birga qaytsa, bu kishi uchun bir kecha to'liq ibodat qilganning ajr savobi beriladi. Ramazon oyi bo'lsa inson hayotida ruhiy va moddiy o'zgarishning o'rnida bo'ladi. Aqlli odam Ramazonning yaxshiligi, nuri va jalb qilarlik kuchidan ta'sir ilib ruhlanadi. Ramazon o'zida bo'lgan sharaf bilan sizning ishlaringizni o'zgartiradi. Lekin siz buning bilan xizmatga aldirash va haqiqiy mas'uliyatni his qilishga ehtiyojli bo'lasiz. Siz aldirmasangiz ishingiz yanada o'zgarmaydi. Qur'onni olasiz, kechida qiyomda turasiz, takbir, tahlil, tasbih etasiz. Boshqalar sizni amal ibodatlarni qilishga rag'batlantirib qo'ydi, lekin uningga turtki bo'lmaydi. Chunki sizningmi ikki qo'lingiz bor, ikki putingiz bor, qalbingiz bor, yuragingiz bor. Siz g'oya bilan yurib, qat'iy irodani harakatlantirishingiz kerak. Dunyodagi haqiqiy er degan dunyoda boshqa odamga tayanmaydigan erdir. Shuning uchun siz fursatni ching tuting. A'zolaringizni harakatlantiring. O'rinliq va boshqalarga tayinib olishni tashlang. Oldingizga nazar siling. Kishilar hargizmi siz uchun Qur'on tilovat qilib bermaydi, zikr tasbih etib qo'ymaydi. Sizning nomingizda namoz va ibodatlarni qilib qo'ymaydi. Balki shuning uchun yaxshi ishlarni o'zingiz qilishga aldirang. Ey Alloh, bizni sizlarni zikr qiladigan, sizlarga go'zal shaklda ibodat qiladigan, sizning ato qilgan ne'matlarga shukr qiladigan va barliq vaqtimizni sizlar yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan ishlar bilan o'tkazishga muyassar qilg'aylar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.